Oxo'dan qarang. Chirat. Mashhur joylardan biri ekan bularni. Aslida xitoyliklar o'zi ham ko'p kelar ekan bu yoqqa. Sovuq bo'lishiga qaramay, bilmaysiz, suvda qancha odam bo'ladi-yu. O'zbekistonda 600 yillik tarixiy tanishtirishyapti. Qadimiy boshli ekan bular. Bitta tangenlar ko'p ekan. Soat 4:30-5 bo'lyapti. Odam aylanib kelyapti. Degan qarang topdi-da. Bitta cho'p, bitta barg degan narsa yo'q. Nima bu? Erinmay aylantiribdi. Xotin. Biz ketyapmiz deb o'ylasa, biz yana boshqa joyga kelamiz. Tiantan bog'ining maydoni 273 gektar. Mana shu 273 gektar joyga joylashgan ekan hammasi. Kattaligini tasavvur qilsalarim endi. Buni qo'yaveringlar. Buni kelayotgan joyimiz operator dam oladigan joy ekan. Aylanib ketib bo'pti. Bo'ldi, okey. Urushlashamay. Qilib haydab chiqarishdi deylar. Xo'y. Ana, наконец-то aylanib bo'ldi. Biz bilan erinmay, gap yo'q lekin. Shunchalik aylantirib, endi kechki payt ujunga taklif qilishyapti. Rahmat, nima deymiz?